Assalomu alaykum, dasturlarimiz davom etadi. Aeroportlar mamlakatlar haqidagi eng birinchi taassurotni shakllantiradigan havo darvozasi. Butun dunyo bo'ylab minglab yo'lovchilar yangi O'zbekiston qiyofasini aynan shu yerdan his qiladi. Yaqin yillargacha O'zbekiston aviatsiyasi murakkab davrni boshdan kechirayotgan edi. Sohada imkoniyat bor, lekin u to'liq yuzaga chiqarilmagan. Yo'lovchi oqimi past, xalqaro yo'nalishlar soni cheklangan, infratuzilma global standartlarga to'la mos emas edi. Milliy aviakompaniya parki esa eskirgan samolyotlardan tashkil topgan edi. Aslida mahalliy aviabozor yillar davomida to'planib qolgan muammolar yukini ko'tarib kelgan va ularni hal etishni ortga surib bo'lmas edi. Bugun bu holat tubdan o'zgardi. Davlatimiz rahbarining uzoqni ko'zlagan siyosati aviatsiyani mamlakat iqtisodiyotining strategik sektorlaridan biriga aylantirdi. Bugun mamlakatimiz aviatsiya sohasi oddiy evolyutsiya emas, balki kompleks transformatsiya bosqichini boshdan kechirmoqda. Ayni mavzuda suhbatlashish uchun studiyamizga ekspertlarni taklif etganmiz. Ular bilan tanishtirib o'taman. Jamoliddin Nazarov, Transport vazirligi havo transporti boshqarmasi boshlig'i hamda Jasur Po'latov, Toshkent xalqaro aeroporti direktori. Hurmatli mehmonlar, studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bugun ushbu dolzarb mavzu yuzasidan muloqot qilamiz. Bilamizki, O'zbekiston aviatsiyasida ham keyingi yillarda juda ko'plab loyihalar amalga oshirilyapti. Biz bundan xabardormiz, yurtdoshlarimizni xabari bor. Yuqorida ushbu sohadagi islohotlar, olib borilayotgan yo'nalishlar, ishlar haqida, yangiliklar haqida biroz to'xtaldik. Endi albatta sizning fikringiz, mulohazalaringiz biz uchun juda muhim. Jamoliddin aka, sizdan boshlasak, bugun aviatsiya tizimi 5-6 yil avvalgi holatdan qay darajada o'zgardi? Bir taqqoslab, tahlil qilib, solishtirib, bir misollar bilan aytib bersangiz marhamat. Agar to'g'ri tushuntirib o'tadigan bo'lsam, sizga Qahramon aka 5-6 yil emas, men undan ham oldingi davr bo'lib ko'rsatgan bo'lardim. Chunki O'zbekistondagi aviatsiya sohasida amalga oshirilgan islohotlar ikki davrni o'z ichiga oladi. Birinchisi bu 2010-yildan 2018-yilgacha bo'lgan davrda yo'lovchi oqimi o'rtacha 4 milliondan 4 million 300 mingdan 4 million 800 minggacha ko'tarilgan davr. Yillik aviaqatnovlar hajmi 43 mingtadan 48 minggacha ko'tarilgan davrni o'z ichiga olsa, 2018-yilda davlatimiz rahbarining fuqaro aviatsiyasi sohasini tubdan takomillashtirish to'g'risidagi 5584 farmoniga muvofiq O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi tubdan isloh qilinishi natijasida yuzaga kelgan ikkita aksiyador jamiyat, ya'ni aviatashuvlarga mas'ul bo'lgan O'zbekiston Airways aviakompaniyasi va O'zbekiston aeroportlari boshqaruvi uchun mas'ul bo'lgan O'zbekiston Airports kompaniyasini tashkil etishi. Undan tashqari O'zaro navigatsiya markazining transport vazirligi tashkil etilgandan so'ng uni tarkibiga o'tkazilishi va sohadagi amalga oshirilgan chuqur islohotlarni o'z ichiga oladi. Bunda birinchi davrda yo'lovchi oqimi 2019-yilda 5 million 300 minggacha ko'tarilib, undan keyin pandemiyadan keyin to'liq to'xtab qolgan bo'lsa, pandemiya davrida Transport vazirligi va turdosh vazirliklar tomonidan bir qator ishlar amalga oshirildi. O'zbekistonni keyingi bosqichlarda fuqaro aviatsiya sohasini rivojlantirish, yo'lovchi tashuvini qayta tiklash, yuk tashuvlarini qayta tiklash bo'yicha ICAO, Birlashgan Jahon banki shu bilan bir qatorda xalqaro IATA tashkilotlarining ekspertlari jalb etildi va ekspertlar jalb etilgan paytda fuqaro aviatsiyasi tashuvlarini 2019-yil holati O'zbekistonda faqatgina 2027-yilga borib tiklanishi mumkin ekanligi to'g'risida xulosa olindi. Biroq bizda taslim bo'lmasdan keyingi bosqichlarda O'zbekiston aviatsiya sohasini rivojlantirish, sohani yana mamlakatda iqtisodiyotni drayverga aylantirish masalasida bir qator sohalar amalga oshirildi. Bu masalada davlatimiz rahbari tomonidan boshqarish bo'lingan holda bir qator ishlar amalga oshirildi. Natijada 2021-yildan boshlab birinchi faza amalga oshirilgan bo'lsa, 2023-yildan boshlab asosiy ikkinchi faza amalga oshirildi. 2023-yildan boshlab, 22-yilning oxiri va 23-yildan boshlab O'zbekistonda rezident aviakompaniyalar soni ko'paytirildi. O'zbekiston aviatashuvlar bozoriga xorijiy aviakompaniyalar soni ko'paytirildi. O'zbekiston bozoriga bir qator low cost aviakompaniyalar, yuk tashuvchi aviakompaniyalar amalga olib kirildi. Undan tashqari O'zbekiston milliy aviaparkidagi havo kemalari soni oshirildi. Natijada tarixiy O'zbekistonning yo'lovchi oqimi pandemiyadan so'ng, pandemiyadan oldingi davr bilan solishtiradigan bo'lsak, 4 million 800 mingdan 15,5 millionga yo'lovchi oqimi. Aviaqatnovlar soni 48 mingtadan 130 mingtaga. O'zbekiston milliy aviaparkidagi havo kemalari soni o'sha amaldagi 24 tadan 108 taga, 2026-yil yarim yillikni olsak 114 taga olib chiqildi. Undan tashqari O'zbekiston bozoridagi milliy aviatashuvchilar, O'zbekiston fuqaro aviatsiyasi bozoridagi fuqaro aviatsiyasi xizmatlarini ko'rsatuvchi turli xil segmentdagi aviakompaniyalar soni bittadan 17 taga olib kelgan bo'lsa, O'zbekiston aviatashuvlar bozoridagi xorijiy aviakompaniyalari soni 17 dan 68 taga olib chiqildi. Bu 68 ta aviakompaniya 12 tasi yuk tashuvchi aviakompaniyalar hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda qolgan 56 ta aviakompaniya 28 tasi turli xil yo'nalishlarda muntazam parvozlarni amalga oshirib kelayotgan low cost aviakompaniyalar hisoblanadi. Mazkur ishlarni amalga oshirilishi natijasida O'zbekiston bozoridagi O'zbekiston
fuqarolarda ilgari parvoz qilmagan, ilgari parvoz qilish imkoniyatiga ega bo'lmagan fuqarolarga ham parvoz qilish imkoniyati yaratilish bilan bir qatorda amalga oshirilgan islohotlar yana bir bosqichi bor edi. O'zbekistonda hab aeroportlar bilan o'zaro bog'lovchi tutashuvchilar nuqtalari 8 tadan bugungi kunda 38 taga olib chiqildi. Yana hab to hab modeli ishga tushirilishi natijasida O'zbekistonga ilgari 2020-yilga qadar 53 tadan 67 tagacha xorijiy mamlakatlardan turistlar tashrif buyurgan bo'lsa, havo transporti orqali bugungi kunda one stop over deyiladi. Bitta to'xtov tranzit parvozini amalga oshirgan holda dunyoning 38 ta hubidan O'zbekistonga 192 ta mamlakatdan turistlar kirib kelayotganligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mazkur amalga oshirilgan islohotlar O'zbekistonda aviatsiya sohasini mamlakat iqtisodiyotini drayverga aylanish uchun xizmat qilmoqda. Albatta to'g'ri aytdingiz. Mana turistlar oqimi keyingi yillarda oshib boryapti, yurtimizga qiziqish oshib boryapti. Bu turistlar birinchi o'sha tasavvuri, demak, xalqaro aeroportdan boshlanadi. Jasur aka, bugun o'sha aholiga sifatli xizmat ko'rsatish bo'yicha yangi texnikalar, modernizatsiya jarayonlarini ko'rishimiz mumkin va ko'p turistlar bilan gaplashganimizda, hatto o'zimiz ham guvoh bo'lganmiz. Haqiqatda bugun sharoitlar oldingiga nisbatan solishtirganda ancha qulay sharoitlar yaratilgan Toshkent xalqaro aeroportida. Va ushbu loyihalar haqida, yangiliklar haqida tomoshabinlarimizga, yurtdoshlarimizga tushuntirish bersangiz, endi Toshkent xalqaro aeroportiga albatta ishi tushgan va ishi tushmagan yurtdoshlarimiz bor, lekin aeroport faoliyatiga qiziquvchilar soni ham juda ko'p. Bugun qanday yangiliklar bor ekan, qanday tizimda mana hozir Jamoliddin aka sanab berdilar o'zgarishlarni, demak havoda tashish sifati ham oshib boryapti, demak yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish sifati ham xalqaro darajada demak ta'minlanyapti. Bu qanday bir jarayonlarni qamrab oladi o'zida? Rahmat savol uchun. Avvalambor bugungi kundagi O'zbekiston Airports aksiyadorlik jamiyati kesimida 2021-yilda hurmatli davlat rahbarimiz tomonidan qabul qilingan 51.00 qaror asosida keskin va shiddatli ishlar amalga oshirilyapti. Avvalambor barcha aeroportlardagi infratuzilma jahon talablariga mos ravishga keltirilmoqda. Bir necha aeroportlar Urganch, Namangan, Andijon, So'x, Sariosiyo, Shahrisabz, Zarafshon va hattoki Toshkent xalqaro aeroportining ikkinchi uchish-qo'nish yo'laklari to'liq qayta ta'mirlandi. Bu asosida barcha aeroportlarga bugungi kunda turli xil havo kemalarida parvozlarni amalga oshirish qobiliyati qayta tiklandi. Xususan Toshkent aeroporti misolida oladigan bo'lsak, to'g'ridan to'g'ri 2021-yildan buyon ushbu qaror asosida boshlanilgan rekonstruksiya ikki bosqichli etib belgilangan bo'lib, bugungi kunga qadar birinchi bosqich to'liq bitkazib faoliyatga kiritildi. Ikkinchi bosqichni ham bugungi kunda o'rtacha me'yorda hisoblaydigan bo'lsak, bir 70% ga yaqini yakuniga yetkazildi va uning umumiy yakuni kelasi yilning mart yakuni aprel oylariga rejalashtirilgan. Buni doirasida xususan Toshkent aeroporti kesimida to'g'ridan to'g'ri yo'lovchilarga qo'shimcha qulayliklar yaratish, qo'shimcha hordiq chiqarish hududlarini shakllantirish, aviakompaniyalarning o'z ehtiyojlari uchun qo'shimcha ularga ofis xonalari yoki ofis hududlari ajratilishi va bundan tashqari eskidan bo'lmagan noaviatsion daromadlarni oshirish. Bu bilan xalqimizga, turistlarimizga yoki aeroport foydalanuvchilariga to'g'ridan to'g'ri jahon ilg'or aeroportlardagi mavjud infratuzilmaviy hamda xizmat ko'rsatish salohiyatini yaratishni o'zimiz uchun maqsad qilib belgiladik va buni bugungi kunda qisman bajardik desak mubolag'a bo'lmaydi. Yakuniga yetkazish jarayonida bugungi kunda albatta hozirgacha juda ham texnologik yo'lovchilar o'tkazish jarayonlarimizda tanqislik kuzatilmoqda. Buning sababi bo'lib, yilma-yil bizning xalqimizning hamda yurtimizga tashrif buyuruvchilarning keskin aviatsiya transportiga bo'lgan talablari oshayotgani ko'rib turilibdi. Birgina misol 24-yil yakuni bo'yicha hisoblangan Toshkent aeroportining o'sish ko'rsatkichlarini misol qilib keltirsak bo'ladi. Toshkent aeroportining yo'lovchi oqimidagi o'sish ko'rsatkichi 30% dan ziyod bo'ldi. 25-yil yakuni bo'yicha bu sarhisob qilinganida Toshkent aeroportining o'sish ko'rsatkichi 22% dan ziyod bo'ldi. Mana birinchi yarim yillik natijasida bizni tahlillarimiz shuni ko'rsatmoqdaki, bu yilgi yarim yillik natijamiz ham 22% ni tashkil etmoqda.
Yil yakuniga qadar ushbu ko'rsatkichni 24%, eng kamida 22% saqlab qolishni o'zimizga maqsad qilib belgilaganmiz. Avvalambor bu qo'shimcha xizmatlar, qo'shimcha qulayliklar yaratilishi doirasida to'g'ridan-to'g'ri tranzit salohiyatimiz ham oshishni boshladi. Tranzit yo'lovchilarga kapsulalik mehmonxonalar, undan tashqari tranzit yo'lovchilar birinchi parvozdan ikkinchi parvozga o'tish jarayonlaridagi infratuzilmaviy kamchiliklar, ya'ni Eskitdan Toshkent xalqaro aeroportining tranzit yo'lovchilar harakatlanadigan hududlari ham juda tanqis bo'lgan. Shularni inobatga olgan holda hurmatli davlat rahbarimiz tashabbuslari bilan ikkinchi bosqich rekonstruksiyani bugun yakuniga yetkazyapmiz. Buni doirasida yana qo'shimcha ravishda bizda yo'lovchilarni qabul qilish hududlari, yana qo'shimcha ravishda yo'lovchilarni ro'yxatga olish ustunlari hududlari shakllanishi inobatga olingan. Buning davomida albatta bu yo'lovchilar o'z ko'zlari bilan ko'ra olmaydigan va balki to'g'ridan-to'g'ri havo kemasiga xizmat ko'rsatish, yo'lovchi yuklariga xizmat ko'rsatish hududlarimiz ham yanada texnologik takomillashtirilmoqda. Buning natijasida albatta birinchi o'rinda aeroport maksimal darajada effektivlik, ya'ni natijadorlikka erishishga harakat qilmoqda. Buni maqsad qilib oldimizga belgilaganimizdan asosiy sabablari shuki, bugungi kunda aviatsiya umuman havo transportini oladigan bo'lsak, aeroport xizmatlarini oladigan bo'lsak, bular borgan sari raqamlashtirilib borilyapti va biz o'zimiz uchun ham O'zbekiston Airports aksiyadorlik jamiyati 3 ta tamoyilni asos etib belgilaganmiz. Bu chuqur raqamlashtirish, xizmat sifatimizni jahon talablari, davr talablariga mos ravishga yetkazish va undan ilg'or bo'lish va to'g'ridan-to'g'ri infratuzilmaviy barcha talablarga moslikni yaratish. Bu jarayonlar davomida hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan davlat xususiy sherikchilik yo'nalishida ham bir muncha aeroportlarni bugungi kunda rivojlantirishni maqsad qilib belgilaganmiz. Xususan bugungi kundagi Toshkent aeroportining biz o'tkazgan tahlillarga va tadqiqotlarga asoslanib shuni ayta olamizki, mavjud infratuzilma, mavjud hududdan kelib chiqqan holda maksimal darajada u yerda qo'shimcha qurilish, qo'shimcha terminallar yaratish kabi harakatlarni amalga oshirgan taqdirimizda mavjud Toshkent aeroportida bor yo'g'igina umumiy olganimizda 22 milliongina yo'lovchiga xizmat ko'rsatish qobiliyatini yarata olamiz. Bu esa albatta bizni juda keskin cheklamoqda. Avvalambor bugungi kundagi xalqimizning xarajatdorlik xususiyatlari oshib borayotgani, daromadlari oshib borayotgani, bugungi kundagi respublika ichidagi turizmni rivojlanayotgani, tashqariga chiqadigan o'zimizning xalqimizning soni, oilalar soni keskin ortib borayotgani. Bular misol tariqasida keltirilsa bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri katta ehtiyojni keltirib chiqaryapti-da. Qatta masalan oldinlari bilan hozirgi yo'lovchi sonini ham, tashrif buyurilayotgan davlatlar soni ham ortib borayotganligini ko'rish mumkin. Avvallari faqat Toshkent xalqaro aeroportidan ba'zi bir to'g'rimi aviaqatnovlar amalga oshirilgan bo'lsa, bugun hududlarimizni o'zida ham mana shunday sharoitlar yaratilyapti. Xalqaro aviaqatnovlar yo'lga qo'yilyapti. Bu esa aholiga juda katta bir qulayliklar yaratyapti bugun. Xuddi shunday. Buni misoli tariqasida mana bugungi kundagi Toshkent xalqaro aeroportini kelgusi bosqichda buni jahon talablari doirasida yanada mukammal tartibda tuzish topshirig'i berildi. Ushbu topshiriq doirasida 2,5 yil mobaynida xususiy sheriklar konsorsiumi bilan keskin va shiddatli muzokaralar olib borildi. Ular doirasida O'zbekiston manfaatlarini to'laqonli ta'minlash, ushbu faoliyatni amalga oshirish doiramizda moliyaviy, iqtisodiy hamda barcha tomonlardan, ya'ni ilm olish, tajriba orttirish manfaatlari ham o'zimiz uchun himoyalanib qo'yildi va bu doirada davlat xususiy sherikchilik bitimi Toshkent xalqaro investitsiyalar forumi doirasida imzolandi.
Rahmat javoblaringiz. Shu qat'iy jarayonlar juda keng va raqamlashtirishni aytyapsiz. Sun'iy intellekt bugun hayotimizga keng qamrovli kirib kelyapti va raqamlashtirish bugun barcha yo'nalishlarda, barcha sohalarda o'zini bir ancha-muncha bizga yengilligini ko'rsatyapti. Vaqtimiz tejalyapti, mablag' tejalyapti va bu borada xodimlarni tayyorlash, ya'ni yoshlarni tayyorlash, yuqori malakali kadrlarga ehtiyoj o'sib borayotganligini ko'rishimiz mumkin va hududlarimizda ham ushbu jarayon demak tizimli ravishda olib borilayotganligini ham bir alohida aytib o'tishimiz kerak. Endi mana xususiy aviakompaniyalar sonining ko'payishi raqobat va xizmat sifatiga qanday ta'sir ko'rsatyapti degan bir savol qo'ymoqchi edim. Marhamat. Xususiy aviakompaniyalarni ko'paytirishi birinchi navbatda turli xil segmentdagi aviatsiya xizmatlarini taqdim etish imkoniyatini yaratdi yo'lovchilarimiz uchun. Bu aytib o'tgandek, ilgari parvoz qilmagan yo'lovchilarga ham parvoz qilish imkoniyati tug'ildi. Agar bordi solishtirib ko'rsatadigan bo'lsak, narxlar masalasida ilgari 2016 yoki 2017-18 yillarda ham Toshkent Istanbul yo'nalishida misol uchun keltirib o'taman bu narsani. Uzbekistan Airways va Turkish Airlines aviakompaniyalari haftasiga har bir 7 martadan jami 14 marta parvozlarni amalga oshirib kelgan. Bu muntazam parvozlar. Bu muntazam parvozlarda aviachiptalari bir tomonga narxi o'rtacha $420 dan taxminan $580 taklif tashkil etgan. Biroq bugungi kunda turli xil segmentdagi aviakompaniyalar tashkil etilishi, bozorga keng yo'lga ochilishi, liberallashtirilishi, xususiy aviakompaniyalar bilan low-cost aviakompaniyalar bozorga kiritilishi natijasida talab va taklif o'rtasidagi muvozanat tenglashgandan so'ng bugungi kunda bir tomonga aviachiptaning minimal narxi $178 dan. Bu qaytarilmaydigan tarif va narxga bevosita ta'sir qildi. Bevosita narxga ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, ikkinchi navbatda turli xil xizmatlardan foydalanish imkoniyati paydo bo'ldi yo'lovchilarga. Kimgadir ovqatlanish, kimgadir bagaj bo'lmasligi mumkin. Bu segmentlarda ayirib tashlash orqali fuqarolarimizga, nafaqat fuqarolarimizga, O'zbekistonga tashrif buyuruvchi turli xil segmentdagi turistlar uchun ham kelib ketish imkoniyatlari yaratildi. Va birgina misolga yana bir e'tibor qaratishni so'ragan bo'lardim. Boya aytib o'tgandek, O'zbekiston Turkiya o'rtasida faqatgina Toshkent Istanbul yo'nalishidan muntazam parvozlar amalga oshirilgan bo'lsa, bugungi kunda O'zbekiston viloyat aeroportlaridan Turkiyaning Istanbul aeroportiga, Izmir aeroportiga, Anqara aeroportiga, undan tashqari mana bu yildan boshlab turib muntazam charter asosida Dalaman, Bodrum va Antalya aeroportlariga faqatgina rezident Uzbekistan Airways aviakompaniyasi boshqa aviakompaniyalar muntazam parvozlari yo'lga qo'yildi. Demak, birinchi shaharlarni qamrab olyapmiz. Natijada haliga haftasiga 14 ta aviaqatnov muntazam aviaqatnovda o'zi haftasiga 14 tadan 138 taga olib chiqilgan bo'lsa, charter parvozlar bilan bugungi kunda haftalik aviaqatnov ikki davlat o'rtasida 160 tani tashkil etmoqda. Bu faqatgina sizga birgina mamlakat misolidir. Bunaqangi mamlakatlarda Birlashgan Arab Amirligi yo'nalishida, Rossiya Federatsiyasi yo'nalishida, Qozog'iston yo'nalishida, Xitoy yo'nalishida ham keltirib o'tishimiz mumkin. Yangi raqobat muhiti milliy aviatashuvchi faoliyatiga qanday ta'sir qildi? Bu yo'lovchilar uchun qanday afzalliklari bor buni? Agar solishtiradigan bo'lsak, mana shu xususiy aviakompaniyalar sonining ko'payishi nuqtai nazaridan agar birinchi qiladigan bo'lsak, buni milliy aviatashuvchi degan O'zbekiston Airways'ni nazarda tutayotgan bo'lsak, O'zbekiston Airways'ni nazarda tutayotgan bo'lsak, birinchi navbatda O'zbekiston Airways'ga bu raqobat muhiti har bitta insonga avvalambor uyg'onish talabini qo'yadi. Ya'ni jahon bilan hamnafas holda bugungi kunda mamlakatda olib borilayotgan islohotlar bilan hamohang holda harakatlanish shartligini bildiradi. Undan so'ngra shu bilan bir qatorda boshqa turdagi segmentlarda ishga tushirish imkoniyatlarini yaratadi. Hozirgi kunda mana bizning qolgan rezident aviakompaniyalarimiz Xalqaro fuqaroviy aviatashuvchilar assotsiatsiyasi IATAning IOSA auditdan o'tishyapti. Bu auditdan to'liq o'tib bo'lgandan keyin yuk tashuv bo'yicha, yo'lovchi tashuv bo'yicha bularning o'rtasida o'zaro alyans qilish imkoniyatlari kengaytiriladi yanada. Shu bilan bir qatorda o'zaro ko'char yoki internet tashuvlarini imkoniyatlari ham keng yaratiladi. Mana bu narsani o'zi keyingi 2027-28 yillarda yakunlanadi va yo'lovchilarimiz, fuqarolarimiz va keluvchi turistlar bu narsani amalda his qilishni boshlaydi. Rahmat. Endi Jasur aka, siz yuqorida modernizatsiya jarayonlari haqida gapirdingiz. Nafaqat Toshkent xalqaro aeroporti, balki hududlarda ham keng qamrovli jarayonlar olib borilyapti. Mana shu aeroportlarni modernizatsiya qilishda asosiy mezonlar nimalardan iborat bo'lyapti? Modernizatsiya jarayonlarida asosiy nimalarga e'tibor qaratilyapti va uning samarasi qanday bugun? Avvalambor ta'kidlash lozimki, bizning fuqaro aviatsiya tizimimizdagi barcha aeroportlar juda eski infrastrukturaviy holatga ega bo'lgan. To'g'ridan to'g'ri ushbu eski fuqaro aviatsiyasi tizimi bunga nisbatan bugungi kundagi ICAO yoki IATA, ya'ni Xalqaro fuqaro aviatsiyasi tashkiloti yoki Xalqaro aviatsiya transporti assotsiatsiyasi, shu kabi ikkita regulyatorlarimiz bor mavjud sohada. Ularning talablari, ularning
tavsiyalari va bugungi kundagi ilg'or texnologiyalardan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarini amalga oshirishni yoki ro'yobga chiqarishni imkonini yopib qo'ygan edi, juda keskin. Bularni inobatga olgan holda birinchi o'rinda avvalambor ushbu texnologik jarayonlarga e'tibor qaratishdan boshladik. Nega deganingizda, yo'lovchi kelgandan keyin avvalambor u ro'yxatdan o'tishi kerak. Ro'yxatdan o'tayotgan yo'lovchi ham tegishli parvozlar xavfsizligiga nisbatan texnologik jarayon deb nomlanadi. Bu ushbu texnologik jarayonda so'rovnoma qilinadi. Va bu so'rovnomadan tashqari ularning yuklari qabul qilinishi, qabul qilingandan keyin kelgusi nazorat funksiyalari, u bojxona qo'mitasi bo'lsin yoki aviatsiya xavfsizligi xizmati bo'lsin, bular barchasi terminallarda va hududlarga nisbatan chegaralangan bo'lgan. Bularni barchasini chuqur raqamlashtirishni qo'llagan holda to'g'ridan to'g'ri yangi texnologiyalarni ixcham, yangi yaratilgan va uning natijadorligi yuqoriroq bo'lgan texnologiyalardan foydalanishni yo'lga qo'yish orqali birinchi maqsadni shuni belgiladik. Ikkinchi maqsad etib, o'z oldimizda boyagi ta'kidlaganimdek, avvalambor yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish sifatimizni davr talabiga, jahon talabiga moslashtirish masalasini belgiladik. Bu yo'nalishda to'g'ridan to'g'ri Uzbekistan Airports aksiyadorlik jamiyati o'z huzurida treyning sentr, ya'ni malaka oshirish faoliyatini ham yo'lga qo'ydi. Ushbu treyning markazlari orqali bugungi kunda barcha respublikamizda faoliyat yuritayotgan aeroport xodimlari treyning o'tishlari yo'lga qo'yildi. Bu yo'nalish bilan mana aeroportlarimizda mubolag'a bo'lmaydi, Jamoliddin ham hozir ta'kidlab o'tdilar, keskin xalqaro parvozlar soni oshishni boshladi. Bir misolgina Samarqand misolida qaraydigan bo'lsak, umumiy parvozlar ko'rsatkichlari 7 barobarga ko'tarilib ketdi eski muddatga nisbatan yoki tarixga nisbatan. Va to'g'ridan to'g'ri Andijon aeroporti faoliyati ham 2018-yilda to'xtatilgan edi. Bugungi kunda hurmatli davlat rahbarimizning topshiriqlari bilan Andijon faoliyati qayta tiklandi, Andijon aeroporti faoliyati. Va ushbu aeroport tezgina xalqaro yo'nalishda parvozlarga chiqib oldi. Buni o'zi katta natija. Namangan aeroportini misolida oladigan bo'lsak, u yerda ham yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish terminali, u yerdagi qo'shimcha yana yo'lovchilar uchun yaratilgan shart-sharoitlar, boyaga ta'kidlagandek kafe, restoranlar, boshqa hordiq chiqarish hududlari yoki o'sha qo'shimcha qulayliklar noaviatsiya jihatidan kiritilib, bugungi kunda umumiy aeroportlar kesimida oladigan bo'lsak, noaviatsiya tomonidan olinayotgan daromadlar qiymati 14% dan oshirildi. Eski davrda esa bu 3% ni ham tashkil qilmagan edi. Yana bitta o'rinli misol deb ta'kidlasam lozim deb topaman. Misol tariqasi 2025-yil natijasi bilan aviatsiya xizmatlari umumiy o'zi respublika yalpi ichki mahsulotida 1,8% ni tashkil etgan edi. Bu yil esa yarim yillik ko'rsatkichimiz shuni ko'rsatib turibdiki, yil yakuni bo'yicha bizni prognozimiz 2,5-2,8% ga erishish. Bu ham aslida bir yuqori darajadagi o'sishlardan biri deb ta'kidlasak lozim bo'ladi. Asosiysi raqamlashtirish, yo'lovchilar xizmat sifatini ko'tarish, oshirish va o'zimizni qo'l ostimizdagi xodimlarimiz, texnologik jarayonlarimizni yangi zamonaviy texnologiyalar bilan moslashtirish. Hozirgi sayyohlarimiz ham, mana yurtimizga kelayotgan sayyohlar ham, o'zimizning yurtdoshlarimiz ham solishtirish imkoniyatiga egada. Bugun xalqarodagi aeroportdagi sharoitlar, imkoniyatlarni boshqa davlatdagi aeroportlar bilan solishtirib ko'radi. Bugun bilamizki, mana o'zimiz ham qancha o'sha safarlarda bo'lganimizga uchish yo'lagi alohida ekanligi yoki qo'ngandagi qabul qilish imkoniyatlari kengayib borayotganligi va tezkor ravishda vaqt sarflamasdan hududga demak kirilishi, yo'lovchilarni bu bo'yicha qilinayotgan o'sha texnologik yangilanishlar, modernizatsiya jarayonlari demak har bir o'sha yurtdoshimizni bo'ladimi, sayyohlarni bo'ladimi, ular uchun yaxshi sharoitlarni, shaffof sharoitlarni, chiroyli sharoitlarni yaratishga qaratilganligi bilan ahamiyatli. Endi asosiy savollardan birini bermoqchi edim. Nima uchun mavjud Toshkent xalqaro aeroportini yanada kengaytirish emas, balki mutlaqo yangi aeroport qurish qarori qabul qilindi. 2030-yilda birinchi bosqich ishga tushadigan bo'lsa, bugungi aeroport bilan solishtirganda qanday asosiy farqlar bo'ladi?
Avvalambor bugungi kundagi hozirgi aeroportni biz kengaytirish imkoniyatlarini tadqiqot asosida o'rgandik. Va ushbu tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, hozirgi chegaralangan va qat'iy cheklangan ushbu aeroport hududi bor yo'g'i 430 gektardan iborat bo'lib, unda ikkita uchish-qo'nish yo'lagimiz mavjud. Lekin ushbu ikki uchish-qo'nish yo'lagimizni parallel ravishda, ya'ni bir vaqtning o'zida foydalanishdan imkoniyatimiz chegaralangan. Bu parvozlar xavfsizligi talablari. Ularning oralig'i yetarli darajada bo'lmaganligi sababli bu cheklab qo'yyapti bizni harakatlarimizni. Ikkinchi masala to'g'ridan to'g'ri bizni havo hududimiz ham chegaralanganligi. Toshkent aeroportini bugungi kundagi havo hududi faqat bir tomonlama kapalak harakatini amalga oshirish imkoniyatini berganligi. Bu ikkinchi masalamiz. Va eng ilg'or va eng avvalo masalamiz desam bu mubolag'a bo'lmaydi. Mana Jamoliddin ta'kidlab o'tganlaridek ayrim xalqaro mutaxassislar bergan prognozlarni biz urib yengdik. Ya'ni talab shu darsda oshib ketdiki, bugungi kunda aviatsiya xizmati transportiga yoki aviatsiya xizmatiga bu narsaga IATA kabi xalqaro tashkilotlar ham lol qoldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Sababi bugungi kundagi Toshkent xalqaro aeroportining 25-yil natijasi bilan 32% o'sish ko'rsatkichini ko'rsatgani bu juda katta yutuq aviatsiya xizmatlarimiz uchun. Umumiy olganimizda 2040-yilga qadar bugungi kundagi pessimistik bizni prognozlarimiz shuni ko'rsatyaptiki, yo'lovchi oqimi keskin ravishda ortib borishni davom etadi. Avvalambor bugungi kundagi bizni xalqimizni va yurtimizga kelayotgan turistlarni xarajatdorlik qobiliyatlari oshib ketganligi va bizni xalqimizni ushbu xarajatdorlik qobiliyatlari oyma-oy sayin ko'tarilib borayotganlari va bu asosida to'g'ridan to'g'ri avvalambor 38 milliondan ziyod xalqimiz borligi, ularga xizmat ko'rsatishimiz, bularni qamrab olishimiz, mana to'g'ridan to'g'ri davlat rahbarimizning tashabbuslari bilan ijtimoiy yo'nalishda So'x anklavidagi aerodrom qayta tiklandi. To'g'ridan to'g'ri davlat rahbarimizning topshiriqlari bilan Sari Osiyo aerodromi qayta tiklandi. O'zingiz bilasiz, ushbu hududlarga bizni aholimiz kirish chiqishi, misol Sari Osiyo misolida oladigan bo'lsak, qishki davrlarda keskin yog'ingarchilik holatlarida transport qatnovi to'xtar edi. Albatta buni faqatgina aviatsiya transporti yechimlari bilan yechish imkoniyati bor edi. Va bular shuni davomida barchasi prognozlar shuni ko'rsatdiki, biz agar ushbu prognozga nisbatan bugungi kunda harakatni amalga oshirishni boshlamasak, ertaga qo'shnilarga nisbatan raqobatni yutkazishni boshlaymiz. Albatta biz qo'ni-qo'shnilar, ya'ni Markaziy Osiyo bo'lsin yoki u umumiy Osiyo mintaqasi bo'lsin yoki boshqa mintaqalar bo'lsin, aviatsiya tashuvlari bozorini tinmay nazorat qilamiz, kuzatamiz va u yerdagi o'zgarishlar albatta aviatsiya transporti bu shu kabi transportki bir qit'ani umuman bir sizga taalluqli bo'lmagan joyda agar transport holatida bir o'zgarish yuzaga kelsa, u sizga ham albatta ta'sirini ko'rsatadi. U qit'a sizga bog'liq bo'lmagan holda. Transport logistikasi shuni ko'rsatyapti. Va shu asosida prognozlarimiz 2040-yilga qadar 32 million yo'lovchiga xizmat ko'rsatishimizni ta'kidlab turibdi. Toshkent aeroportida. Bugungi kundagi Toshkent aeroporti esa tadqiqotlar ko'rsatishi bo'yicha barcha hududlarni qamrab olib, u yerlarda qo'shimcha infratuzilma yaratgan taqdirimizda maksimal darajada 22 milliongina yo'lovchiga xizmat ko'rsatish qobiliyatiga ega bo'la oladi. Bu esa bizni cheklaydi. Albatta ehtiyoj bor. Mana shu jarayonlar, mana aytdingiz, demak aholi soni oshib boryapti va aholini demak xorijga chiqish imkoniyatlari kengayib borayotganligi, mana xarajatdorligi deyapsiz, bu imkoniyat bor. Demak sayohatga chiqish imkoniyatlari bo'lyapti, o'qish imkoniyatlari, ta'lim olish imkoniyatlari yaratilyapti va bundan yurtdoshlarimiz albatta unumli foydalanishyapti. Bugun biz O'zbekiston aviatsiya sohasida so'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar natijasida mamlakat havo transporti tizimi tez sur'atlar bilan
rivojlanib borayotganligiga alohida e'tibor qaratdik. Aeroportlarni modernizatsiya qilish, yangi yo'nalishlarni ochish, xususiy sektorni jalb etish va infratuzilmani raqamlashtirish orqali O'zbekiston jahon aviatsiya bozorida o'z o'rnini mustahkamlab borayotganligiga albatta e'tibor qaratdik. Bugun ba'zi bir savollarimiz albatta qoldi. Keyingi muloqotlarimizda ham biz siz bilan muloqot qilamiz, chunki ushbu sohadagi vazifalar ham ko'p, ularni ijrosi, yangi loyihalar, hamkorlik aloqalari, raqamlashtirish jarayonlari, kadrlar tayyorlash masalalari bo'yicha biz albatta siz bilan keyingi suhbatlarimizda muloqotlarimizni davom ettiramiz. Bugungi tashrifingiz va bizga bergan ma'lumotlar uchun sizga rahmat deymiz. Hurmatli teletomoshabinlar, dasturlarimiz davom etadi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr salomat bo'ling. Biz o'zlashmaymiz.